voy ko'z tegmasin Ziyodaxon. Opajon, ho, Labbek. Nuchu ertalabdan turib hamma yog'ini yig'ishga tushib ketdingiz. Qaynim oylik olaylarmi bugun? Opajon, siz ham bir qiziqsiz. Ish qilmasam, ish qilmading. Faqat uxlaysan, uyqusisan deysiz. Ish qilsam ham nimani turtib chaqib olasiz? Sizga o'zi nima yoqadi? O'zi rostdan ham deysiz Ziyodaxon. Restoranmi, kafemi aylanishga bormoqchi bo'lsangiz, oyijon nonlarda rol o'ynab hamma yog'ini yig'ishga tushib ketasiz. Nuqul multfilm kelinim qilyapti debki oyijon maqtagan. Kecha o'zi mana shu o'tlarni top-toza qilib qo'ygan edi. Haqiqatan faqat men qilaman deb opajon, nimaga faqat sizga o'zingizni qilgan ishingiz ko'rinib, bu yoqda odamlarni qilgan ish ko'rinmaydi-ya. Bu uyda faqat siz odamsiz. Hamma narsa sizga bo'lishi kerak-ya. Yo'q, bu uyda qilsang ham yoqmaydi, qilmasang ham yoqmaydi. Faqat uxlaysan deydi. Qilsangiz qiling. Menga zarilam tegani yo'q. Opajon, ozgina insofingiz bormi? Bu yerda men shuncha ish qilaman. Telefon kovlab, olma yeb o'tirishingizni qarang. Turing, men bilan artishim kerak. Qoching. Men bilan artishim kerak. Sizdek O'sinjon. Kecha artganman botlarni. Oyjonni oldilarda o'zingizni ko'rsatmang. Oyjon baribir qilsangiz ham, qilmasangiz ham kecha qilganimni ko'rib bo'lganlar. Oyjon faqat baribir meni yaxshi ko'radilar. Siz nimaga yaxshi ko'radilar bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Eringiz olib kelgan originalniy atirlarni olib, Oyjonga ippodromdan olib kelgan atirlarni berib, nuqul Oyjonni aldiysiz. Bechora Oyjonim hech narsani bilmaydilar. Yana qolganlarni etsam, hozir umuman chidolmaysiz. Xo'sh, eplanma, qilma. Eplasangiz siz ham qiling. Siz shu ippodromdek 10 ming so'mlik atirni ham olib kelib podarka qila olmaysiz, faqat Oyjoningizga olib borishni bilasiz. Chunki siz eringizdan jaraq pulni voy, ayoqdan olib kelaman, bu yoq butikdan olib kelaman deb nuqul aldab o'zi Oyjon hammaga. Oyjon. Nima bu ahvoli? Oyjon? Nima Oyjon? Oyjonlamang. Ayoqda o'tiribman. Labbay Oyjonda tilinglarga-chi. Labbay Oyjon. Labbay Oyjonlamang siz ham. Xo'p, hozir hamma gapinglarni eshitib turdim. Anda turibman. Kelinglar, jiqillashinglarni qaranglar. Ovsinga paxta otadi degan gap bor. Tosh otadi Oyjon. Tosh otmay qoling, siz otasiz hozir menga qarab. Oyjon. Bunisi bunga otyapti. Ertalabdan vaqtli turib hamma narsalarni pishirib, hamma yoqni tozalasam. Bu yana artistlik qilishga o'zi yig'layapti, tirjayib yig'layapti. Voy, bet bormi sizlarda? Bet bormi? Yo'q. Olib kelgan, sizga olib kelgan, Ya sizda ham yo'q. atirlarimni olib kelgan, atirlarimgacha gapiryaptilar. Ko'z yoshi ham bir pasda kela qoladi. Film kelinim deb yaxshi ko'radilar, meni yaxshi ko'rmaydilar deb ko'ra olmayaptilar bizlar munosabatlarimizni. Nima gapirib bo'ldinglarmi? Maylimi men gapirsam? Qanaqasizlar o'zi? Qanaqasizlar? Ben sizlar ikkalanglarni yaxshi ko'raman. Nima deydi, eshigimiz har doim ochiq turadi. Odamlar kelib qolsa nima degan odam bo'laman? Ikkita kelin ham urush qolgan ekan. Demaydi, Oyjonlamang. Men sizni har doim maqtayman. Multfilm kelinim, multfilm boshimga chiqib o'tiryapsiz. Men bu bechorani hech ham maqtamayman. Bundan keyin o'zi o'rgilar. Men shu silliq boshimni endi men rosa maqtayman. Men shunga o'zim bir narsalar olib beraman. Oyjon, shuning uchun ham ertalabdan turib hamma yoqni tozalayotgandim. Mehmon keladi uyimizga. Oyjonim uyalib qolmasinlar deb. Bir pasda o'zini tiqadi-ya Oyjon. O'zim o'rgilib ketay, multfilm kelinimda. O'zim o'rgilay. Rosa yaxshi ko'raman. Multfilm, o'zi turishi multfilm, pishiriqlari multfilm. Siz ham yaxshisiz, xotiram. Endi menga qaranglar. Chiqing. Joyga Oyjon. Chiqing. Uyga ketamiz. Siz ham chiqing. Dasturxon tuzating. Hozir birortasi ishidan kirib kelsa nima degan odam bo'laman? Obro'yimni tushiryapsizlar. Yaxshi emas. O'zimni endi bundan keyin boshqacharoq tutaman. Shunaqa ham ko'p gapiradigan bo'lgansizlar. Yo sizlarga ani xolanglar bor, xosiyat xolanglarni olib kelib qo'yaman uyga. O'zim ketaman dam olishga. Xolajon o'zlari qochib ketdilar. Buni qaranglar, xosiyat xolanglarni sizlar qochirgansizlar-da. Shu kichkina keliningizni baribir yaxshi ko'rasiz. Menga qaranglar, bo'ldi. Odam ajratsangiz ajratmang. Voy, tavba qildim. Oyjonga nega baqirasiz? Ikkalanglarni ham yaxshi ko'raman. Bir-biringlardan yaxshi ko'raman. Multfilm o'z qolchi, sizni ham juda ham yaxshi ko'raman. Jiqalat odatinglar bor. Hech tinmadinglar. Jonimga tegib ketdilar. Yaxshi keldingizmi, bolam deb gapiring. Voy, bolajonim, asalim, shirinim, shakarim, do'mbog'im. Do'mbillab ketmasin oxirgi paytda. Shirin gaplardan keyin suzilmay qoling. Tavba qildim. Kimdir keldi.
Qaranglar kimdir kelgan bo'lsa. Ojon, jiyaningiz. Bu boshqasi. Assalomu alaykum. Xolajon yaxshimisiz? Sizmisiz? Har doimgidek. Avzoyimiz Voy, o'tganmiz. o'zim kete. Voy, yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Voy, tavba qil. Dum boqqini bo'lib qolsanmi, bola? Qo'ygansizlar. Voy, tavba qildim. Ancha ozg'in eding-a. Voy, o'zim o'rgilib ketdi. Mayli, ilohim, men tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, poy qadamlaring qutlab kelgan bo'lsa. Voy, men menga qara, yana pul so'rab kelmadingmi ish qilib? Ha, ma'miningni ko'tar. Sen pulga kelgansan, aldama. To'g'risini, to'g'ri. Sen o'tgan safar ham pul olib bermay ketgansan. Mani aldama, tirjayib turib, kulib turibsan, yengasan hadda. Voy, o'lay. Pulim yo'q. Tushundingmi? Ko'rsatib qo'yibsiz-ku, qani yo'q? Mani ko'rsatib qo'y. Hech narsa yo'q. Men hozir bozorga bormoqchi edim, bor jo'na. Voy, nima? Ma'mingiz qolib ketdi, olib qo'y. Ha, ya, Yana o'zingiz pulga tinchmisiz? keldingmi? Men tinchman. Pulga keldingmi? Yo'q. Yo'q, to'g'ri aytsan. Pulga Yegan kelding? ekan, ovqat bormi? Ovqat? Ha. O'y, o'zim qorning qappayotdi. Yana semirmoqchiman-da. Voy, to'g'ri. Mayli. Ajoyibsan. Xolajon, Ha. sizga yaxshi bitta muzika chalgani keldi. Ruxsat bersiz. Menga qara, rostakanmi? Ha. Живой, jonli. Mana tortib qo'y. Voy, tavba, ishongim kelmaydi. To'xta, o'zim ham bilaman. Olib kel. Bunday, to'g'rimi? Boshlang. Ko'rdingmi? Qo'shmisiz ertaga? O'zi talantchi. Mendan senga o'tgan. Ha, to'g'ri. Menga qara, rosa menga kuch olib bergani keldingmi? Albatta. Aniq pul so'rab kelmagansiz. Yo'q, men pul. Aziz bekajonlarimiz, bugun sizlar uchun ajoyib bo'lgan tovuqdan qiymali rulet qilib ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga tovuq go'shti, qiyma, piyoz, ziravorlar, un, non tolqoni, tuxum va albatta limon kerak bo'ladi. Ishni avvalambor biz go'shtimizni tayyorlab olishdan boshlab olamiz. Tovuq go'shtimizni olib, yaxshilab bolg'achamizda urib, to'rtburchak shaklga keltirib olamiz. Tovuq go'shtlarimizni yupqa qilib urib oldik. Endi esa ichiga qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun biz qiymaga piyozni mayda qilib to'g'rab, ziravorlarni solib, yaxshilab tayyorlab olamiz. Tovuqni yaxshi ko'rmaydigan odamlar ham yeydi deb ovqatda. Mana ruletlarimizni chiroyli qilib o'rab oldik. Endi esa unga, tuxumga, talqonga bulg'ab, uni yog'da pishirib olamiz. Sizlarda ham nimadir bayramlar bo'ladimi? Bizani chaqiring qatnashishga. Mana ruletlarimizni ham qizartirib qo'yib oldik. Endi esa duxovka pechiga 180 darajaga qo'yib yuboramiz.
Bugun sizlar bilan turk oshxonasiga mansub ayva tatlisi shirinligini tayyorlaymiz. Bu shirinligimiz mavsumbob bo'lib, ayni pishiqchilik paytida kuz mavsumida ko'p tayyorlanadi. Bu shirinligimizni tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman, sababiki kam xarj, uyda bor mahsulotlardan tezgina, osongina tayyorlanadigan mazali shirinlik. Buning uchun bizga behi, shakar va suv kerak bo'ladi. Behini danaklarini tashlab yuborishga shoshilmaymiz, sababiki behini danaklari ham shirinligimizni ichiga solinadi. Behini danaklari nima uchun solinadi? Sababiki shirinligimizni qizartirib, qip-qizil bo'lib, chiroyli bo'lib berishini ta'minlaydi. Qizlar keladi-da, narsam o'xshamadi deydi-da. Tarozda qildingmi deyman. Yo'q, desa men gapiraverib deyman. Instagramda retseptlar qo'yiladi. Bitta stakan, bitta qoshiq deydi-yu, uje retsept ishonmayman, qilmayman ujuni. O'xshamaydi ujunda. Behilarimizni tayyorlab oldik. Endi esa qozonchaga solib, ustidan shakar, suv solib, behi danaklarini solib, gazga qo'yib, 1,5 soat davomida past olovda qaynatib olamiz. Rangingizda rang yo'q, nima bo'ldi? Voy o'lay, ani kelinlarim bormi? Ayolingiz pulda. Yo'q, pul yo'q menda. Ani kelinlarimchi janjallashib, meni qon bosimimni oshirib yuborishdi. Ha, qarang. Voy, tuppa-tuzuv kelinlarim bugun bir narsa bo'lganga o'xshaydi. Limon choy. Limon choymi? Bir pas turib ichaman, senga pul beraman. Yo'q, dori kerak emas, dori kerak emas. Menga qara. Yana sen qarz so'rab kelgan bo'lmagan. Pensiyamni olganim yo'q. Pensiya yo'q, hali kelgani yo'q. Ha, hali pensiya kelishigacha. Mana, bunday ekan. O'zingcha maqtavasan, bilaman, nima kelgan. Ana, pensiya yo'q, pensiya yo'q. O'zi nimaga kelding? To'g'risini ayt. Siz qo'yningizni olgani keldim. Meni qo'ynimni olgani. Pul bilan keldingmi? Ha, men chalaman. Ha, sen konsert qo'ygani kelganmisan. Ha, esimga tushdi, konsert qo'ygani kelganman. Voy, o'zi bilaman, men apparatini ko'rib yetyapman-da. Nima? Oti? Skripka. O'shada skripka. Yo'q, to'g'ri ayta olaman, to'xtab. Skripka. Yo'q, skripka. To'g'ri aytdimmi? Mana, endi chal. Ha, bo'ldi. Chal. Eshitasizmi? Endi konsert eshitish uchun unga moslashish kerak. Xolajon, bilasizmi? Mosmisiz, moslashib olaylik. Oldim. Qani. Qarsak ham shunday. Baraka top, umringdan baraka top. Endi qani endi. Voy, o'sha limon choy ham kerak bo'lmay qoladi. Agar sen konsert bilasan, men musiqani sevaman, qo'shiqlarni sevaman. Demak, menga shunday narsalar chalib bersang, meni qon bosimlarim o'z joyiga kelib qolsa yomon emas. Ajoyib emas? Ha. Voy, o'zim.
Hozircha shu. Voy. Menga qaragan o'qigansan-a sen? Qayerda bitiruvding? Umrim o'qish bilan o'tgan xolajon. Konservani bitirganmisan? Oldingi bergan pullaringiz o'qishga ketgan. O'shanda konservada o'qiganmisan? Ha, konserva zavod emas, konservatoriyada. Ha, o'shada konserv zavod emas, bilaman. Ashula o'rgatadigan, bundaqalarni o'rgatadigan joyda, to'g'rimi? Voy baraka top, o'zim o'rgilib ketay. Menga qara, zo'r chalib berding. Hayolimga shartmas edi. Shartmas edi. Shartmas edi. Bilasan-ku, konsertda ham qistir-qistir qiladi-ku. Ay, yo'q, bitta op qo'yaver, bir narsa chalib bersa, yana bir narsalar chiqadi. Zo'rdan chalaman. Ha. Xurram Sultonni ko'rgansiz-a? Butun O'zbekiston ko'rgan, butun O'zbekiston ayollari hozir Xurram Sulton bo'lib qolgan. Men ham Xurram Sultonga o'xshaymanmi, qara? Holatga kirishni xohlaysiz? Ha, boshla. Qani, tayyorsiz-a? Это со мной, o'zim o'rgilay. Voy, mana senga, mana kattasidan chiqardim. Mana sekin chotib solib qo'yasiz cho'ntakka. Cho'ntakka solaman. Mana ola. Shu odatda esdan chiqib ketyapti. Lekin boshim og'rib pasayib qolgandek bo'ldi, bildingmi? Bir gap bor senda. Muzikani kuchi bu. Muzikani kuchimi? Men o'zim bilmayman. Xurram Sultonman, qarang, o'zinglarimni ko'rding. Bir xil ekan-a? Xurram Sultonniki, mana. Tekshirib ko'raman. Ha, nimani tekshirib ko'rasan? Yo, olinmaydi, bu olinmaydi. Yo, olinmaydi. Mazza qildim. Mazza qildingizmi? Ha. Endi bir o'zbekchasidan chalaymi, mazza qilib o'ynaysizmi? Chan. Voy, o'ynasa umuman kayfiyatim ko'tarilib ketadi. ketadi. Qo'yapman konsertda shu ham bo'lishi kerak. Ali nima deydi? Eng cho'qqisi bo'ladi kul. Kulminatsiya. O'sha kulminatsiya joyiga. Ha, tayyormisiz? Ha, tayyorman. Qani ketdik. Ha. Voy, Anjonchami? Ha. Cho'ntakka. Bunisiga. Hala. Shogirdlaringiz. Puli bormi yana? Hola. Nasib qilsa topar oyda olasiz. Nima? Aldigan yana pulim ishlatib ketay. Kelinlar-yu. Kamola! Ziyoda! Voy pullarim olib ketib qoldi, uni qaytaringlar menga. Aldaydi. O'tgan safar ham olgan, bermagan. Bekteringlar. Ojon, nima bo'ldi? Voy, Aducha. Jiyanim yomon qildi. Nima qildi? Ovqat yeb ketdimi? Yo'q, ovqat yesa mayli.
ovqat yesa mayli, anita bekfiyazgina pullarim bor edi. Uni mana aldab konsert qo'yib beraman dedi. O'tgan safar ham aytib beruvdim. U meni boplab ketgandi. Bu safar undan ham bor budim ishilib ketdi. Mana bo'ylab pulni qistirib yuboribman unga. O'zi kim ashula aytib bersa kelib, bor butingizni berib yuborasiz-ku. Yo'q, boshqalarga bilsin bermaganman. Jiyanim shu o'zi har doim mana deydi. Cho'ntagimni aytadi, oyijon. Ashula emas, unaqa chaladi, men bunaqa chaladi. Oyijon, bitta gap aytaymi? Yoki jiyanlaringiz kelib bizning uyda yo ovqat yeb ketadi, yoki pulingizni olib yo ketadi. pulingizni olib ketadi. Hammasi shunaqalar keladi. Bunda ovqat olib kelib, sizni ko'rgani kelib, bunda pul beradigani kelmaydi, oyijon. Yo, ovqat yesa alam qilmaydi. Pullarimni olib ketdi-ku. Ovqatni biz pishiramiz-da, bizga alam qiladi, oyijon. Mehnatini biz Alamsa qilamiz. bermaylar sizlar. Uni buni qo'ying, ish pulingizni olib ketdi. Bizga ani konyak beraman dedingiz, o'sha pulni olib ketdimi? O'sha pul. Mayli, sizda oyijon pul ko'p-ku. 980 so'm. 980 so'm. 80 ming. Ha, 980 ming so'm. Mayli, oyijon. Shekilli. To'g'ri. Hech narsa qilmaydi oyijon, hali Nima o'g'illari- qilishdan qilmaydi? Nima qilishdan yuragim ezilib ketyapti. O'tirish vaqtiga qaranglar, men balki ayoqda turgandir. O'g'illaringiz kelsa sekin avrab olib beramiz o'zimiz. O'ylab Aniq berasam, o'zinglar kelib qoldinglarmi? Boyja bir-biringlar bilan tortishayotdinglar-yu. Yo'q, opajonim, yaxshi ko'raman, oyijon. Yaxshi ko'rmay qolinglar, bitta davlang. ovqatimizdan yeb ko'ring. Zo'r narsa pishirdik. Mana, Bo'pti, mayli, hozir ovqatlarimizni yeb Lekin ko'rsangiz. pasaytirdigani qolmasin oshib. Va oshmaydi, ziyodaxon turing, ovqatlarni olib Pulchi kelinglar. Oyijon, o'zi Menga juda ham boy ovqat berib, pul xotinsiz. beringlar, men Juda ham boy xotinsiz. 980 ming sizga pulim oyijon. 2000 so'm qolib ketdi. Hamma katta pullarni berib yubordi. Mayli. Shu bahona kelinlarim yarashib olishdi. Baraka topsin.